Quyosh bobom. O'rgilayib ketay, Quyosh bobom. Yana qani? Choydan qo'y. Xullas, o'zimga uylangan qiz topdim. Bolam, sen o'zingga uylangan qiz topguncha birinchi hayotda o'rningni top. Mana bu o'ylab ishlatishdi. Voy, seskanib ketdim, ha? Qarang, sevgan qizning rasmini ayamga ham ko'rsatdim. Siz ham ko'ring. Bolam, ayangga sevgan qizingning rasmini ko'rsatguncha ayangni doktorga ko'rsat, ayaq og'riydi. Tashiga olaman uni lola. Yomon o'ylanyapman-da. Birinchi uylanib boshlasammikin yoki birinchi mashina olib keyin uylansammikin? Qara bolam, birinchi meni uylab, keyin mashina olsang, ashu udonliroq bo'ladi. Siz. Endi qo'yverasan-da, men ham xotinim yo'q-da. Manaqasiga qo'y bolam. Qarang, yozda uylansam yaxshimi, kuzda uylansam yaxshimi? Ey, molni 3-yilini menga esa dekabrda LSda uylanmaysanmi? Ey, hayvon. Biznikiga hashara kelganmisan yo to'yini maslahat qilgani kelganmisan? Bor, dadangga shunchalik darding bo'lsa, onangni ham ko'r. Ey, olimjon, mana oshdan ketaversa ish kerak emas, foydasidan zarari ko'p ekan. Bor, dadangga ayt, onangni ham ko'r. Ey, nima dadam boshini qotiryapsan? Seni hasharga chaqirganman. Dadam boshini qotirgan emas. Ha, dadam hali meni uylab qo'ygan yo'q-ku. Ha, senga yo'l bo'lsin. Xotin ichki, noz badan kishan